Sapienzaga noto'g'ri hujjat yuklab qo'yganman-da. Birgalikda qilgansizlar. Siz o'sha o'qiyotgan magistraturangiz arziydimi o'zi? Viza olgan kunim yoki Italiyaga kelgan kunim. Baribir networkingning foydasi tegadi. Da. Sheriklaringiz bilan kelavering. Ko'pchilik kelishda foydasi bor. Ko'pchilik kelish foydasi shunaqa. Padua universiteti menimcha Italiyadagi xalqaro talabalarga eng ko'p yordam beradigan universitet deb bilaman, chunki Ko'pchilik mana tushunib qoladiki, stipendiyani kelishi bilan olaman deb o'ylaydi-da. Aslida stipendiyalar qachon beriladi va qancha beriladi? ayol kishi talabalarga, ya'ni Female for studentsga. girls and females ularga o'g'il bolaga nisbatan sal ko'proq beriladi. Yotoqxonani birinchi kursli ham yuta oladimi va qanday yutish mumkin? Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, odam qilgan ish odam qiladi. Imtihonni o'tsa bo'ladi. You made it happen. Oxirigacha misol uchun kurashgan, give up qilmagan, Yevropada o'sha narsani bitta email hal qiladi bor, ishoninglar. Depressiya imtihondan oldin boshlangan. Gazini bosing. Tamom. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi suhbatimizni Padua shahrida davom ettiramiz va bu yerdagi studentlar bilan suhbatimizni olib boramiz. Assalomu alaykum, avvalambor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Suhbatga rozilik bildirganingiz uchun kattakon rahmat Vaqt ajratganingiz uchun sizga ham rahmat. Rahmat kattakon. va o'zlaringizni tanishtirib berasizlar qisqacha. O'zinglar bo'lsin. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Nodir. 2023-yildan beri Paduada magistraturada o'qiyapman. Yo'nalishim bank va moliya. Shu paytda shu bilan birgalikda Milanda internship qilishga ham ulgurganman. Undan tashqari departamentda tutor va ambassador bo'lib ishlab kelmoqdaman. Hammaga assalomu alaykum. Meni ismim Sherzod. Mana 2023-yilda Padua universitetiga magistratura o'qish uchun kelganman. Yo'nalishim amaliy iqtisodiyot. Va yaqinda Ispaniyada Madridda Erasmus dasturi bilan birgalikda amaliyot o'tab qaytdim va hozirda bitirish arafasida turibman. Dastlabki savolim sizga bo'ladi. Aynan nima uchun Italiyani tanladingiz? Nima uchun Padua? Boshqa shahar emas, aynan Padua. Xo'p. Men bakalavriat bitirayotgan paytim menda Italiyadan boshqa variantlar ham bor edi. Asosan Germaniya bo'lgan. Va DED scholarshipga topshirganman. Bundan tashqari Erasmus dasturini hamma bilsa kerak. O'sha qo'shma magistratura dasturlari bo'ladi va shularga ham ko'pchiligiga topshirganman, lekin ba'zilaridan birinchi bosqichning o'zida, ba'zilaridan keyingi bosqichlarda rad javob olishni boshlaganman va keyin o'zim imkoniyatlarimni chamalab ko'rganimdan keyin tushundim, Germaniya uchun juda unaqa imkoniyatlarim katta emas ekan va shu sababdan bundan tashqari Erasmus dasturlari uchun ham va keyin imkoniyatimdan kelib chiqib B plan tuzishni boshladim va B plan uchun Italiya yaxshi variant bo'lib ko'rindi o'sha paytda, chunki Italiyada tekinga o'qisa bo'ladi. Bundan tashqari stipendiya olish mumkin. Qolaversa Yevropani o'zida masalan Italiyada o'qishni bitirgandan keyin boshqa bir davlatlarga chiqib karyera boshlash imkoniyati ham bor va o'sha paytda Italiya yaxshi variant bo'lib ko'ringan edi. Va keyin Italiyadagi adashmasam 4 yoki 5 ta universitetga ham topshirganman. Bular orasida Sapienza bor edi, Padua bor edi, Verona universiteti va adashmayotgan bo'lsam yana bir ikkita universitetlar bo'lgan. Lekin o'sha application kelganlarning ichida menga Padua eng ko'p ma'qul bo'lgan, chunki birinchi bo'lib admission jo'natgan universitet Padua edi. Agar Italiyaga topshirayotganlar bo'lsa bilishadi, Italiyada admission kelishini ancha kutish kerak. Bundan tashqari viza uchun o'ziga yarasha byurokratiyasi bor, boshqasi bor va o'sha vaqt tomondan kelib chiqib eng yaxshi variant bo'lishiga o'sha nomzod Padua universiteti edi, chunki juda ham tez javob berishgan. Men topshirgan admissionimga juda ham tez qabul qilishgan va bundan tashqari qanaqangi savollar bo'lsa ham men ko'ryapman, Padua juda ham tez javob berib va yaxshi qo'llab-quvvatlashni boshladi va keyin simpatiya paydo bo'ldi Paduaga nisbatan. Qarayapman, yaxshi qo'llab-quvvatlashyapti, demak bundan buyog'iga ham balki shunaqa ketar degan o'y-xayollar paydo bo'ldi va
Bundan tashqari Padua universitetidagi yo'nalishimni o'zi ham amaliy iqtisodiyot edi. Bu juda ham unaqangi nazariyalarga yoki researchga bog'lanib qolgan yo'nalish emas edi. Buning ichida har xil amaliy fanlar ham bo'lgan. Masalan, Python yoki machine learning shunaqangi dasturlashni o'rgatish, data analitika ham bo'lgan edi va shu tomonlama menga именно mana shu tanlagan o'zimni dasturim yo'q. Va hozir shu narsani katta ta'siri bo'ldi. O'zim keyinchalik data analitika bo'yicha amaliyot qildim yaqinda Madridda va shu narsaga ko'proq o'zimda qiziqish borligini, ishtiyoq borligini, keyin shu narsani men ko'proq xohlashimni, karyera boshlayotgan paytim shu yo'nalishdan ketishni ko'proq xohlashimni tushunib yetdim. Va afsuslanmayman Paduvani tanlaganimdan va aynan shu yo'nalishni tanlaganimdan. O'ylaymanki, mana shu data analitika yo'nalishiga kirishimga eng katta sababchi aynan mana shu dastur bo'lgan deb o'ylayman. Juda ham zo'r. Mana sizda ham bir qancha ma'lumotlarni eshitganman va boshqa universitetlarga ham qabul qilingansiz, lekin aynan siz ham Padua universitetini tanlagansiz va bu tanlov qanchalik o'zini oqladi? Menda application topshirganda 3 ta universitetdan admission bo'lgan Italiyani o'zida. Bu Sapienza, Padua va Verona universiteti edi. Lekin menda ham Paduani tanlashga asosiy faktorlardan bu uni joylashgan joyi, universitetning reytingi va o'zimni xohlagan yo'nalishimda magistratura qilish bo'lgan. Chunki men bakalavrda umumiy ekonomika o'qigandan keyin bankda amaliyot qilganman va bank sohasi bo'yicha o'zimni magistraturamni davom qildirish xohishi bo'lgan va Paduada shu yilning o'zida shunaqa track ochishgan, ya'ni banking and finance va bu aynan shu bank sohasi bo'yicha davom ettirish xohlovchilar uchun eng zo'r yo'nalish bo'lgan. Undan tashqari lokatsiya masalasi ham bilamiz, Rim juda katta shahar va u boshqa davlatlardan sal uzoqroqda joylashgan. Paduaga nisbatan Paduvani lokatsiyasi xohlagan boshqa bir davlatga 2 soatning ichida avtobusda chiqish imkoniyatini beradi. Bu qo'shni Sloveniya, Avstriya yoki Shveysariya bo'lishi mumkin va boshqa shaharlarga connection deymiz, ya'ni bog'lanish jihatdan osonroq. Shuning uchun ham aynan Padua universitetini tanlaganman. Xo'p, mana shu yo'lni bosib o'tyapsiz. Demak, Italiyani tanladingiz va unga hujjat topshirdingiz, qabul qildingiz va keldingiz. Shu yo'l davomida insonni qaysidir nuqta deymizmi yoki hayotini tubdan o'zgartirib yuboradi va sizda o'sha nuqta hayotingizda tub burilish yasagan voqea deymizmi, hodisa deymizmi, bu aynan nima edi? Bitta pauza tushaylik endi. To'g'risi nima aytishga o'ylanib qoldim. To'g'risini aytsam, bitta ishga o'zgartirib olganmiz. Biz ishga qilganmiz, keyin hammamiz o'zgarib ketgan. Men bilmadim bu ish qanchalik. Sapienzaga noto'g'ri hujjat yuklab qo'yganman-da. Birgalikda qilgansizlar o'zi. Yo'q, men Nodir akamiz Sapienzaga topshirganmiz. Men Sapienzaga hammaga nima deydi? Recommendation letterni o'zimiz yuklashimiz kerak bo'lganda, biz yana bitta o'rtog'imiz bor edi, 3 kishi topshirganmiz. O'sha o'rtog'imniki bilan meni hujjatlarim, recommendation letterlarim bitta odamdan olingan va hamma hujjat menda turgan. O'zimdan boshqa hammaga to'g'ri yuklab berganman-da, o'zim kelganda xato qilib yuklaganman-da. Hujjatni. Keyin o'ylaganmiz, yo'q to'xtaylik. Faqat Sapienza bo'lgan bizning variantimiz. Keyin o'ylaganmiz, yo'q Sapienza o'xshamay qolishi mumkin. Bo'ldi, endi Italiyaga chuqurroq qarashimiz kerak deb. Keyin Paduani topib olganmiz-da. Endi hozir bilmadim, shuni aytsam to'g'ri bo'ladimi yoki o'ylab turmay. Lekin shunda ham qabul qilganda Sapienza ham. Sapienza ham qabul qilgan lekin. U hujjatni noto'g'ri joyi nima bo'lgan? Siz ham Sapienzada o'qiysiz, to'g'rimi? Proof of credentials so'raydi-ku. Biz o'sha joyga nima yuklamasdan, ma'lumotnoma spravkani o'rniga yana recommendation letterni qaytarib yuklaganman-da men. Ikkita hujjatni bir qilib yuklaganman-da, keyin o'ylaganman. Bular endi ishonmasa kerak bizga. Bular endi bizga ishonmasa kerak deb shunaqa qilgandik. Endi o'z hayotni o'zgartirib yuborgan narsa. To'g'ri, buni olib qaraganda. Paduani tanlamasdingiz. Yo'q, Paduani tanlamasdim emas. Sapienza bilan cheklanib qoladi. Boshqa variant qaramaganmiz. Keyin Sapienza o'xshamay qolishi mumkin ekan, boshqa variant qaraganmiz. Keyin Padua yoqib qo'ygan rostdan, ma'qul kelib qolganda. Yo'q bo'ldi, endi Sapienza chiqsa ham endi Paduaga ketaman deb o'ylaganman, lekin ikkalasiga mendan chiqqandi. Tushunarli. Xo'p, mana siz ko'plab hozir studentlar bilan ishlaysiz va ularni doim qaysidir savol umuman yoqmaydi-da. O'sha savol qanaqa savol? Sizga umuman yoqmaydi, shu savolni doim so'rasa.
doim so'rasa general umumiy savol berishadi. Siz o'sha o'qiyotgan magistraturangiz arziydimi o'zi shu narsasiga? Va bu savol qanday desam, o'ta unga javob berish qiyin va bu har kimni o'zini perspektivasidan kelib chiqadi. Misol uchun menda juda katta o'sish bo'lgan. Misol uchun oxirgi 2 yil ichida men 20 yil olmagan bilimlarimni yoki bo'lmasa tushunchalarni qo'lga kiritdim shu o'qish orqali va bu narsani kimgadir tushuntirib bera olmaysan, chunki bu meniki esim. Boshqa birovda u boshqacha bo'lgan bo'lishi mumkin. Ana shuning uchun bu o'ta umumiylikdan qochish uchun men hamisha aytaman, ha menga yoqdi, men expectationimga, ya'ni kutuvimga to'g'ri keldi va men bu universitetdan olayotgan darajamdan to'liq qoniqaman va men kutgandan ham ko'proq narsa menga berdi deb aytgan bo'lardim. Lekin ko'pchilikka uni tushuntirib, bir gap bilan tushuntirib berish o'ta qiyin va uni aytish ham qanaqadir tushuntirish oson emas. Ularga aytgan bilan u odam o'ylashi mumkin. Ha, bunga bo'libdi, demak menga ham bo'ladi. Lekin ularning kezida bu to'g'ri kelmasligi mumkin. Tushunarli. Xo'p, mana viza olasiz va tabiiyki Italiyaga kelish kerak-da. Aynan shu jarayonda sizni ilk kuningiz qanaqa o'tgan va Italiyaga qanaqa qilib moslashib ketdingiz? Viza olgan kunim yoki Italiyaga kelgan kunim? Italiyaga kelgan kuningiz deylik, chunki o'sha hamma viza olib bo'lgan bo'ladi. Italiyaga Qanaqa kelgan yetib kunim. keldingiz? Umuman olganda Padovaga qanaqa yetib keldingiz? O'sha Turkiya havo yo'llari bilan kelganman. O'sha ertalab yo'lga chiqib, Istanbulda ozgina qolib, u yoqda shaharni aylanib, keyin Padovaga kelganman. To'g'ri Venetsiyaga qo'nganman yarim kechasi. Padovaga ertangi kuni kelganman. Nodir men kelgan paytim o'sha Padovada bo'lgan. Kutib olishga chiqqan, lekin meni bir kunlik o'sha bookingim Venetsiyani o'zida bo'lgan. Bir kun Venetsiyada qolishim kerak bo'lgan. Va Nodir qaytib kelgan. Bir qiziq hodisa bo'lgan. Borgan paytimiz menda sim karta yo'q, boshqa yo'q, chunki o'ylaganman Nodir yonimda bo'ladi deganman, hech qanaqangi elektron sim karta olmaganman. Va keyin men o'sha pasport kontroldan o'tib chiqqanimgacha ko'proq vaqt ketib qolgan kutilganidan ko'ra. Keyin Nodir oxirgi avtobusga ulgurish kerak va Nodir ketishi kerak Padovaga, chunki Padovada turadi Nodir, men Venetsiyada qolishim kerak. Yarim kechasida menda hech qanaqa sim karta yo'q, boshqa yo'q. Nodir birdaniga ketadigan bo'lib qoldi, men ketib chiqqanim uchun. Keyin menda shunchaki o'sha nimani lokatsiya bor va Google karta ham offline nima deyishdi. Nodir bilan keyin maslahatlashdik. Men topib bora olaman, sen ketaver dedim, Nodir ketdi. Men o'zim borishim to'g'ri kelib qoldi. Keyin ozginadan keyin piyoda boradigan yo'l edi. Chunki avtobusda kelganmiz. Keyin men tushib qolganman avtobusda yarim yo'lda, chunki o'sha bookingga ozgina piyoda yuradigan joy bor. Nodir ketdi. Keyin ozginadan keyin Google karta ishlamay qoldi. Bu yoqqa tushganimdan keyin menda sim karta yo'q. Roaming yoqilmagan, hech narsa ishlamaydi va men ko'chada qolib ketdim. Yarim kechasi soat 11 borda adashmasam, 12 ga yaqin. Ko'chada qolib ketdim keyin. Men telefon ham qila olmayman uy egasiga. Yozib ham qo'ymaganman, hattoki Nodir yonimda bo'ladi, internetim bo'ladi deb xayol qilganman. Keyin yarim kechasi ko'chada qoldim. Kimdan yordam so'rash bilmayman, odam ham yo'q atrofimda. Keyin bittasi o'tib qoldi, iltimos qildim, shu manzil topib bera olmaysizmi agar shu yoqda yashasangiz deb so'raganimdan keyin o'sha aynan men kirishim kerak bo'lgan binodan bittasi eshikni ochib chiqib qoldi, o'zi tashqariga chiqib. Keyin o'sha uyni topib bordim, bir gap qilib, o'sha nimasiga qarab, nima deydi, uyni nomeriga qarab, keyin o'sha nimani bosdim. Eshikni qo'ng'irog'ini bosdim, o'sha uyni egasi chiqdi keyin. Bir kun Venetsiyada qoldimda, keyin ertasiga Padovaga keldim. Birinchi kunim Venetsiyada o'tgan. Padovaga kelganimdan keyin menda unchalik uy topish muammosi bo'lmagan, eng katta muammo. Chunki meni vizam kech chiqqan juda ham. Nodir u payti kelib uyga joylashib bo'lgan edi va Nodir 2 kishi uchun joy topgan, chunki menda viza bor, lekin hali kelmagan edim. O'zbekiston ishlarim bitmagan edi. To'g'ri uyga kelganman. Nodir joylashib bo'lgan. Shu tomonlama oson o'tgan. Padovaga kelib joylashdim, chunki uy qidirishim kerak bo'lmagan. Nodir kelganligi uchun o'sha paytda Nodir yaxshi ancha katta foydasi tekkan. Zo'r.
Xo'p. baribir networkingni foydasi tegadi. Да. Sheriklaringiz bilan Albatta. kelaveradi. Ko'pchilik kelishda foydasi bor. Ko'pchilik kelish foydasi shunaqa. Tushunarli. Kelganidan keyin kodichi va permisso degan hujjatlarni hal qilish kerakda. Aynan Padovada bu masala qanaqa hal qilinadi? Padova universiteti menimcha Italiyadagi xalqaro talabalarga eng ko'p yordam beradigan universitet deb bilaman, chunki boshqa talabalardan ham so'raymiz yoki boshqa regiondagi talabalardan so'rasak ham ular o'sha kodichi fiskaliyani o'zlari borib tax ofisdan qildirishlari kerak va bu vaqt oladi. Padova esa misol uchun meni vizam sentyabrda chiqqan bo'lsa, iyulning 25ida menga kodichi fiskal yuborgan. Bu tarafdan juda supportiv, ya'ni yordam berish jihatdan va permissoga topshirish biz kelganda sistemalarda ozgina muammo bo'lib uzoq cho'ziraturdi. Hozir maksimum 1,5 oy 2 oyda chiqadi permissolar va bu juda ham zo'r boshqa regionlarga qaraganda. Yana bitta yangilik, o'tgan yildan boshlab Padova universiteti o'sha vizaga kirmasdan oldin so'raladigan declaration of value'ni ham so'rashni to'xtatgan va bu narsa O'zbekistondan keladigan talabalar uchun juda ham zo'r, chunki 4-kursni bitirayotgan talabalar vizaga kirmasdan oldin declaration qilish kerak. Declaration uchun esa universitetda diplomi kerak va ular universitetda diplomni kutib ko'p qolib ketishadi. Shuni universitet bilgan holda bu narsadan voz kechgan va to'g'ridan to'g'ri hujjatlarni qabul qiladi. Faqat bitta apostil qildirib olish kerak O'zbekistonda va ishdan chiqadi. Shu tarafdan Padova universiteti talabalarga o'ta nima desam, yordamda support qiladi. Hozir bitta savol kelib qoldi. Demak, Italiyaga kelgandan keyin Post Italianedan permissoga joy olish kerak-ku. Bu yerda ham xuddi shunaqa qilinadi. Keyin qancha anaqa oraliq masofaga fingerprintga qo'yib beradi? Xo'p, kelgandan keyin 8 kun ichida o'sha nimani kitni to'ldirib topshirsangiz, maksimum 1,5 oyga yoki 1 oyga sizga fingerprint beradi. Fingerprintdan keyin 40 kun ichida nimangizni olishingiz mumkin. Permissiyoni. Ayrim holatlarda bu o'sha ya'ni odam qancha ko'pligiga qaraydi. Undan ham oz, misol uchun 2 haftada olgan keyslar ham bor bolalar, chunki ular hammadan ertaroq kelib ertaroq topshirgan, hujjatlarini ertaroq to'ldirishgan va yangi yilga qolmasdan permissiz qo'lda bo'lgan. Juda zo'r. O'zida yangi yilgacha kira olsa fingerprintga. O'sha jihatdan Padovada sistema yaxshiroq ishlaydi deb o'ylayman. Endi yaxshilashdi. Bitta qo'shimcha aytib ketaman. Masalan, biz kelgan yili 2023-yilda men oktyabr oyining 2-haftasida kelganman, adashmayotgan bo'lsam, va 3-haftalarida deb hisoblaydigan bo'lsak, mana o'sha kit topshirishimni o'sha payti aprel oyining oxiriga fingerprint bergan 2023-yilda. Lekin bu narsa ko'p tanqidlar bo'ldi, e'tirozlar bo'ldi. Aynan o'sha yili juda ham oshib ketdi. Masalan, men kelganimda adashmayotgan bo'lsam qancha 5 oylar taxminan 5 oylardan keyin beryapti va bu ko'pchilik norozilik bildirdi. Studentlar haligi nimalar qilib, ijtimoiy tarmoqlarda postlar qilib, boshqa qilib ko'p joyda shikoyat qilishgandan keyin bu narsani to'g'rilashdi va hozir mana Nodir tushuntirib bergandek, ancha holat yaxshi. O'rtacha 1 oy deb yoki ozgina ko'p kami bilan 1 oy deb olsak bo'ladi masalan hozir holat. Biz ham shunaqa qilishimiz kerak edi deyapman. Ko'proq nima qilish kerak? E'tirozlar bildirib, shunaqa qilamiz. namoyishlarga chiqish kerak. Yo'q, bu albatta hazil. Namoyish deganda universitetga shu narsa bo'yicha bildirishnoma yozsa bo'ladi. Bu bilan shug'ullanadigan maxsus departamentlar bor. Bizda bu SAOS desk deb aytiladi. Ularga misol uchun vaziyatingizni tushuntirib, nima bo'lganini aytsangiz, ular sizga qo'ldan kelgancha yordam beradi yoki qanaqadir muammo bo'lsa hal qilib berishadi. Shunaqa keyslar bo'lgan, bolalar appointmentini o'tirib olishgan, har xil sabab bo'lishi mumkin, kimdir kasal, kimdir flight delay bo'lib, boshqa davlatda qolib ketgan va hokazo. Va o'sha SAOS desk orqali ertaroq bo'lib, bezuchort deymiz, navbatsiz kirib, hujjatlarni qilib ketishgan vaziyatlar ham bo'lgan. Tushunarli. Xo'p, endi stipendiyalar haqida gaplashsak bo'ladi. Ko'pchilik mana tushunib qoladiki, stipendiyani kelishi bilan olaman deb o'ylaydi-da. Aslida stipendiyalar qachon beriladi va qancha beriladi? Gapirasan? Stipendiyalar kelgan zahoti berilmaydi va yana bitta katta noto'g'ri tushunishlardan bittasi, buni har oy to'laydi deb o'ylashadi. Har oy bo'lib o'zimizdagi stipendiyalar bilan bir xil deb o'ylashadi. Unaqa emas.
stipendiya ikkita katta installmentga bo'linadi. Agar hujjatlarini joylashda ozgina deadlinelar o'tib ketgan bo'lsa, 4 gacha bo'lib berishadi, 3 yoki 4 ga. Stipendiya regionga qarab har xil. Ba'zi bir region shimoliy regionlarda 8 minggacha beriladigan bo'lsa, janubiy regionlarda 4 minggacha. Yoki bo'lmasam bu qanchalik masalan uy-joy bilan ham ta'minlaydigan bo'lishi ta'minlamasligiga qarab yoki bo'lmasa o'sha universitet oshxonasidan ovqat berilishi yoki berilmasligiga qarab farq qiladi summalari. Bu qaysi bir universitetga kelayotgan bo'lishsa, o'sha regionning stipendiyasi o'sha regionga qarab belgilanadi. O'sha regiondan bilib olishsa bo'ladi. Buni aniq aytmaganimiz ma'qul menimcha, chunki noto'g'ri tushunish bo'lishi mumkin. Janubda shunaqangi 4 ming atrofida, shimolda 8 ming atrofida desak bo'ladi. Endi bu stipendiyalar berilishi, masalan, biz o'zimizni regionni misolida gapiradigan bo'lsak, Padova Veneto regioni hisoblanadi. Venetoda stipendiyalarni birinchi installmenti dekabr oyida beriladi. Javoblari birlamchi javoblar oktyabr oyida chiqariladi va undan keyin bir oy vaqt beriladi. Masalan, kimnidir hujjatlarida xatolik bo'ladigan bo'lsa, uni to'g'rilash uchun bir oy vaqt beriladi. Va noyabr oyida oxirgi to'liq reytinglar chiqadi. Kimga qancha stipendiya berilishi aniq bo'ladi. Va keyin birinchi o'sha yarmi, stipendiyaning yarmi dekabr oyida tashlab beriladi. Agar noyabrgacha o'sha yoki yotoqxona olingan bo'lsa yoki bo'lmasa rent kontrakt, o'sha turar joyi shartnomasi yuklangan bo'lsa o'sha o'zining portallariga 50% gacha tashlab beriladi. Agar noyabrdan o'tib ketib qoladigan bo'lsa, masalan, uy-joyning shartnomasi, bunda o'sha 50% emas, 25% taxminan tashlab beriladi va qolgan 25% keyin fevral oylarida tashlab beriladi o'sha talabani bank hisob raqamiga. Va keyin stipendiyani ikkinchi yarmini olish uchun o'zini kriteriyalari bor. Masalan, birinchi semestrni 20 kredit bilan yopish kerak. Agar 20 kreditdan oshmaydigan bo'lsa, o'sha stipendiya beriladi, lekin 20 kreditdan qachon oshirib talaba fanlarning imtihonlarini yopadigan bo'lsa, o'shanda tashlab beriladi. O'zi bir semestr o'rtacha 30 kreditga to'g'ri keladi. Ba'zilarida bu kamroq, ko'proq, masalan 24, 27 bo'lishi mumkin yoki 33, 36 ham bo'lishi mumkin. O'sha 20 dan oshadigan bo'lsa, keyin qolgan yarmi ham tashlab beriladi talabalarga va ikkinchi marta, ikkinchi yil stipendiyaga topshirish uchun magistrlar uchun 1 yil ichida 30 kreditdan ko'proq yig'ish kerak bo'ladi talaba. Agar 30 kreditdan kam yig'adigan bo'lsa, adashmasam buni deadline avgustgacha, 1 yil ichida 30 kreditdan kam imtihon yopadigan bo'lsa talaba, bunda ikkinchi yil o'sha grant uchun ariza topshirilmaydi, talabaning arizasi qabul qilinmaydi. Va keyin magistratura uchun maksimum 2,5 yil stipendiya olib grantda o'qish mumkin. Bu degani 5 semestr. Bakalavrlar uchun bu 3 yil bo'ladigan bo'lsa, o'zi o'qish muddati 3,5 yilgacha stipendiya olsa bo'ladi, ya'ni 7 semestr. Shunda ortib qolgan yarim semestr nima hisobiga beriladi? Shunchaki rag'batlantirishmi? Bu o'zi aslida italyanlarga qaraydigan bo'lsak, bu yoqdagi sistemaga fanlar shunaqangi Murakkabroq. Fanlarning tuzilishi shunaqangi distribut qilingan bo'ladi, shunaqangi taqsimlangan bo'ladi. Ko'proq masalan magistratura 2 yil bo'ladigan bo'lsa, 2 yil ichida talaba ko'proq fanlarni o'qiydi, imtihonlarni yopadi va oxirgi semestrni ko'proq internship qilish uchun yoki bo'lmasa tezis yozish uchun muddat hisoblanadi. Bu o'zi aslida ko'pchilik bilan suhbatlashadigan bo'lsangiz, italyanlarning o'zi ham masalan magistraturani 2 yilda bitirishmaydi yoki bakalavrni 3 yilda bitirishmaydi. Magistrni 3 yilgacha, bakalavrni 4 yoki undan ham uzoqroq ba'zi bir holatlarda shunaqa qilishadi. Va shuni hisobiga ham yana bir semestr qo'shimcha talabani rag'batlantirib, moliyaviy qo'llab-quvvatlab turishadi. Bu demak, boshqa tizimlarda ham bor-da, eshitganmisiz bu haqida ham? Chunki aynan mana shu narsani, ya'ni yarim yil stipendiya berishini Milanda ham tasdiqladi-da. Bu haqida aniq ma'lumotim yo'q, lekin bu Italiya uchun menimcha odatiy hamma regionlarga taalluqli holat bo'lsa kerak deb o'ylayman. Lekin yana bir tekshirib ko'rishsin, chunki biz aniq ma'lumot bilmaymiz, lekin Veneto regionida bu degani Padova universiteti, Venetsiyadagi universitet yoki bo'lmasa
Veron universitetida holat shunaqa. Tushunarli. Yana bitta qo'shimcha qilmoqchi edim. O'sha summani tashlab berilishi va uni distributsiyasi haqida. Xo'p, agar universitetda sizda bir mahal o'qib beradigan bo'lsa, bu o'zi sizga stipendiyani bermasdan oldin o'zi dedakt qilib oladi. Ya'ni sizdan uni ayirib tashlab, keyin qolgan summasini beradi. Agar siz yotoqxonada turadigan bo'lsangiz, yotoqxonani yarim yillik pulini olib qolib, keyin qolganini sizga tashlab beradi. Shu narsani qo'shimcha qilib aytib ketmoqchi edim. Kimlardir savol qolib ketgan bo'lsa, hech bo'lsa. Va hozir savol kelib qoldi. Mana ayirib tashlaydi dedingiz-ku. O'shani bizniki Lazio bilan bir xil bo'lishi kerak va status o'zgaradi oxirgi final decisionda winner sifatida va sizlarda ham xuddi shunaqa bo'lsa kerak, winner bo'ladi. Ha, bizda ham ranking chiqadi, sizga email yuborishadi, siz emailni confirm qilganingizdan keyin depozitini to'laysiz, undan keyin confirm bo'ladi. Ha, va o'sha winnerda hisob-kitob ham chiqadi, to'g'rimi? Qanchadir muddat o'tgandan keyin, lekin abshaktit olganingdan keyin. U avtomatik tezroq chiqadi bizda. Misol uchun siz qaysi yotoqxonada turishingizga qarab, xonangizga qarab summalar o'zi yozilgan bo'ladi. Siz scholarshipingizdan deduct qilib avtomatik sizga tashlab berishadi u narsani. Va uni bandoda hammasini yozib qo'ygan. Qaysi yotoqxonada tursang, senga qancha qoladi va u tez chiqadigan narsa. U vaqt olmaydi. Bu bitta narsani qo'shimcha qilib ketishim kerak. Yotoqxonani javoblari chiqishi bilan stipendiya javoblari chiqishi 2 xil muddatda bo'ladi. Yotoqxona javoblari avgust oyining oxirlari chiqadi, adashmasam, va sentyabrni boshlarida. Sizga bir hafta yoki 10 kun vaqt beriladi. O'sha vaqt ichida siz qabul qilib depozit to'laydigan bo'lsangiz, sizga yotoqxona beriladi. Yoki agar depozit to'lamaydigan bo'lsangiz yoki email yozib yo'q, menga kerak emas deb aytadigan bo'lsangiz, bu narsa уже sentyabr oyida hal bo'ladi. Sizga stipendiyani javoblari bo'lsa, bu noyabr oyida chiqadigan narsa. O'rtada 2 oy bor. O'sha paytda hisob-kitoblar avtomatik o'sha hamma chiqadigan reytinglarning ichida yozilgan bo'ladi. Masalan, stipendiyani 7,5 ming deb oladigan bo'lsak, yarmi yotoqxonaga ketadigan bo'lsa yoki qanchadir ko'proq yoki kamrog'i, masalan aytaylik 3 ming ketadigan bo'lsa, siz o'sha reytingingiz chiqqan paytda noyabrda ko'ra olasiz. Masalan, sizdan 7,5 mingdan 3 ming yotoqxona uchun olib qolingan va aytaylik 500 euro mensa uchun olib qolingan, ya'ni universitet oshxonasi uchun, va sizda qoladigan summa 4 ming so'mga qoladigan bo'lsa, o'shani yarmi dekabrda tashlab beriladi, masalan 2 ming eurosi. Va keyin qolgan 2 ming euro siz o'sha 20 kreditni olganingizda tashlab beriladi. Chunki so'raganim bois hozir mana bizda oxirgi final decision chiqqandan keyin ozroq kutish kerak, chunki kerakli hujjatlar qilingandan keyin va avtomatik tarzda hisoblab beradi stipendiyani. Masalan, summasiga kelsak, 8 ming bo'lib chiqqan bo'lsa, umumiy turadi. U abshak yutgan bo'lsa ham, ya'ni yotoqxona yutgan bo'lsa ham, lekin boyagi ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin pul tashlab berish kerak u region. Aynan o'sha vaqtda boyagi yotoqxonani summasini o'zlari hisob-kitob qilib, pul tashlayotgan vaqtda ayirib qoladi xolos. Lekin saytda 8 ming shundoq yozib qo'yaveradi-da. Bizda shuning uchun so'ragan edim. Bizda chiqadigan reyting skrinshotini qo'yib ketsak ham bo'ladi shu joyga, menimcha. O'shanda har bitta jadval bo'ladigan bo'lsa, sizni ismingiz yonida turadi. Masalan, umumiy berilgan stipendiya summasi 8 ming bo'ladigan bo'lsa, yonida turadi. Masalan, mensa uchun olib qolingan summa 500 euro, yotoqxona uchun 3 ming euro va oxirida net qoladi. Sizga qancha berildi, o'zi qancha allocate qilindi va qancha sizga mensa uchun qancha olib qolindi yoki bo'lmasam sizga o'sha yotoqxona uchun qancha olib qolindi va oxirida sizga bank hisob raqamingizga tushadigan summa qanchaligini alohida yozib qo'yishgan bo'ladi, net summa qilib. Va adashmayotgan bo'lsam, bitta narsani aytib ketish kerak. O'sha universitetda o'qiydigan xotin-qizlar uchun adashmasam yana qo'shimcha summa berilardi. Ha, bu ularni maxsus nimasi bor, bandosi deydi. Bureaucra va call for application adashmasam sal boshqacharoq. Ya'ni ayol kishi talabalar, ya'ni for girls and females, ularga o'g'il bolaga nisbatan sal ko'proq beriladi. Menimcha faqat u bizning universitetda bo'lsa kerak. O'shaning uchun uni ham menimcha sababi bor. Chunki bizada birinchi bo'lib
PhD kandidatni olgan ayol kishi bo'lgan. Yelena Karnova. Ha, u o'shandan keyin ayollarga PhD berish boshlangan. Menimcha shuni effekti ham bor. Ya'ni podдержка qilishadi, rag'batlantirishadi. Tushunarli. Va sizda YouTube ijtimoiy tarmoqlaringizni ko'rganmiz. Yotoqxona va obzor haqida. Va hozir savolim quyidagicha. Yotoqxonani birinchi kursli ham yuta oladimi va qanday yutish mumkin? Zamonaviy yotoqxonani qanaqa qilib yutish mumkin? Zo'r savol. Oxirgi qismi zo'r bo'ldi. Xo'p, yotoqxonaga keladigan bo'lsak, hamma birinchi kurslar yotoqxona yutishi mumkin. Lekin siz o'sha deadlinedan oldin hujjatlarni to'ldirgan bo'lishingiz kerak yotoqxona uchun. Ya'ni universitetga hujjat topshirgandek, yotoqxona uchun ham application to'ldirasiz, hujjat topshirmaysiz, lekin o'sha muddati bo'lishi kerak. Misol uchun Padva misolda oladigan bo'lsak, xo'p, call for application iyulning oxirida ochiladi, may oyini, va avgustning birinchi haftasida yopiladi. Va javoblar avgustning oxiri va sentyabrda chiqadi va yotoqxonalar ham shunday berilishni boshlaydi. Agar siz application topshirgan bo'lsangiz, siz vizangizni olib oktyabrda kelishingizga sizda yotoqxona bo'ladi. Endi birinchi kursda paytingiz siz yotoqxonani qaysi yotoqxonaga tushishingizni bilmaysiz, ya'ni uni tanlay olmaysiz. Uni ketma-ketlikda beradi, ya'ni ranking bo'yicha kimni ya'ni ekonomik holati pastroq va kimga kerakliroq bo'ladigan bo'lsa, ularga ko'proq beradi va albatta yotoqxonani allocationi bor, ya'ni berilishi 70% birinchi kurs talabalariga beradi, 30% ikkinchi kurs talabalariga beradi. Ya'ni priority baribir birinchi kurslarga. Bu degani birinchi kurslar albatta yotoqxona olishi mumkin, lekin faqat siz izeni hisoblashtirishingiz kerak as soon as possible va iloji boricha o'sha deadline'da application topshirish kerak. Endi maxsus zo'r eng zamonaviy oxirgi yotoqxonalarda turish uchun ko'proq kredit yig'ish kerak. Bu ikkinchi yilga siz o'zingiz tanlay olasiz. Priority qo'yiladi. Misol uchun 15 yotoqxona bo'ladigan bo'lsa, siz uni 1 dan 15 gacha raqamlab chiqasiz va sizni kreditingiz kimniki ko'p bo'lsa va kreditning sifati deymiz, ya'ni weighted average baland bo'lsa, o'sha odamlarga birinchi beriladi. Ya'ni sen ko'proq o'qiding, bu senga surprise, ya'ni sen uchun gift sifatida eng zo'r yotoqxonalarni olish mumkin. Qolganlarga esa harakatlaringizga yarasha. O'qish tizimi bo'ladi-da. Ta'lim olish sistemasi va imtihonlar haqida gaplashsak bo'ladi. Xo'p, bu yerda imtihonlar qanaqa? Va biz o'rganib qolganmiz O'zbekiston ta'lim tizimida davomat degandek, forma masalasi degandek, Padova universitetida qanaqa? Endi eng katta farqlardan boshlaydigan bo'lsak, birinchidan forma yo'q. Hech qanaqangi oq ko'ylak ham, galstuk ham hech narsa so'rashmaydi. Shunchaki darsga borsangiz bo'ldi, muhimi shu. Davomat masalasi har xil, bu narsa professorga qarab yoki bo'lmasa fanni strukturasiga qarab farq qiladi. Masalan, bizda shunaqangi fanlar bo'lgan, davomatga umuman qaralmagan va hamma uchun bir xil imtihon bo'lingan. Va Italiyada shunaqangi narsa bor, talabalar uchun ikki xil imtihon bo'ladi. Masalan, darsga qatnashadiganlar uchun va qatnashmaydiganlar uchun. Attending student va non-attending student deyishadi. Agar attending student bo'ladigan bo'lsa, masalan, uni davomati uchun ham qanaqadir stimullar, rag'batlar beriladi. Masalan, u grup projektlarda qatnashishi mumkin yoki bo'lmasa qanaqadir individual topshiriqlarni bajarib qo'shimcha ball yig'ishi mumkin. Bu narsa imtihondan oldin bo'ladi. Aytaylik, birorta bir fanda ikki xil talabalar uchun imtihon bo'lyapti, attending students yoki non-attending students uchun. Non-attending students uchun 30 ballik tizimda baholash bo'ladi va o'sha 30 ballning 100% oxirgi imtihonda, ya'ni final examda beriladi. Non-attending students uchun esa, masalan, aytaylik, 40% balli o'zini individual topshirig'ini bajargani uchun, projektni qilgani uchun beriladigan bo'lsa, masalan, aytaylik 60% final uchun beriladi. Yoki bo'lmasa shunaqangi holatlari ham bor, 10% shunchaki davomat uchun, shunchaki borib o'sha qog'oz tarqatiladi, hamma o'z ismi, familiyasini yozib qo'l qo'yadi. Ya'ni bu bittalab professor o'qib o'tirmaydi. Unaqa holatlar ham bo'ladi, lekin bu kamroq. Asosan перекличка shunaqa qilinadi. Bitta qog'oz bo'ladi, o'sha
fanni nomi va o'sha kun yozilgan chislo yozilgan qog'oz va hamma o'zini ismini yozib o'sha joyiga qo'l qo'yadi. Bu narsa o'sha darsga kelganini bildiradi. Masalan, o'shanda ham 100% borish shart emas. Masalan, 2-3 tagacha dars qoldirishingizga ruxsat bor. Endi baribir har xil holat bo'lishi mumkin. Shunaqa holatlarga ko'z yumiladi va siz baribir attending student statusingizni saqlab qolasiz. Shunaqa qilib, sizga masalan 10% balish shunchaki davomat uchun berilishi mumkin. Agar maksimum 30 deb qoladigan bo'lsak, bu yoqda 10% 3 ball bo'ladi. Siz 3 ballni shunchaki darsga qatnashganingiz uchun olyapsiz. Darsga kelmaganlar uchun hech qanaqangi bir jarima ballari yo'q, lekin darsga borganlar uchun rag'bat bor. Bu bitta misol. Yoki bo'lmasa hozir aytganimdek, qanaqadir guruh ishlarida qatnashadigan bo'lsangiz yoki individual topshiriqlarni bajaradigan bo'lsangiz, ular uchun ham qo'shimcha ballar bor. Agar siz faqat imtihonga borayotgan bo'lsangiz, masalan, bunaqangi holatlar ham ko'p bo'ladi. Kimdir ishlashi mumkin boshqa joyda yoki bo'lmasa umuman darsga kelmasdan turib darslar parallel tushib qolishi mumkin. Boshqa bir darsga kirib, ikkinchi bir darsga kirishga talabani vaqti bo'lmasligi mumkin. Shunaqangi holatda 100% non-attending studentlar ko'pincha 100% imtihon topshiradi. Davomat shunaqangi qilib qaysidir ma'noda tartibga solinadi. Davomatga darsga kelmaslik hech qanaqangi jarima yo'q, lekin darsga borganlarga rag'bat tizimi bor. Endi imtihonlarga keladigan bo'lsak, bu narsa ham fanga bog'liq. Hozir aytganimdek, turli xil group projects bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa individual topshiriqlar berilishi mumkin. Yoki bo'lmasam shunchaki oxirgi imtihon o'zi bo'lishi mumkin va bunda ko'pincha talabaga tanlash imkoniyati ham beriladi. Masalan, agar kimdir final exam topshirishni xohlamasa, ya'ni o'sha exam hallda o'tirib hamma bilan birga test bajarish yoki imtihon topshirishni xohlamaydigan bo'lsa, uni o'rniga boshqacha assessment ham bor. Masalan, siz o'sha kursda o'rganganlaringiz asosida bitta katta aytaylik ish qilasiz, qanaqadir bu ilmiy maqola bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa qanaqadir professorlarning o'sha ishlariga taqriz bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan narsalar bilan siz assessmentdan o'tishingiz mumkin, ya'ni har doim ham imtihonda o'tirishingiz shart emas. Demak, hozir self study o'rganish qaysidir ma'noda pul hisob kelarkanda talabaga. Self study o'zi bu qilish shart bo'lgan narsa. Bu narsa siz imtihondan o'tish g'alati, chunki yaxshi aytib qoldingiz hozir. Self study qilmasdan iloji yo'q, chunki siz haftada 2 yoki 3 bora darsingiz bo'lishi mumkin. Bu paytda sizni professor aytishga ulgurmaydi, hamma narsani o'rgatishga ulgurmaydi. Professorlar sizga kiradi, o'sha darsda o'tiladigan mavzuni tushuntirib beradi, general qilib. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, professorlarning office hours bor. Kirib siz suhbatlashishingiz mumkin professorlar bilan o'sha mavzu haqida. Masalan, aytaylik, nimagadir siz tushunmayapsiz, siz o'sha qaysidir bir time slot book qilib borib professor bilan o'sha narsadan savollaringizni so'rashingiz mumkin. Yoki bo'lmasa sizda qanaqadir boshqa bir savollar bor, borib bemalol professor bilan o'sha yuzma-yuz o'tirib faqat o'zi yoki bo'lmasa ofisga bormasdan turib Zoomda yoki Google Meetingda bemalol professor bilan gaplashishingiz mumkin. Lekin bu baribir yetarli bo'lmaydi. Ko'rib turibsiz, mana bugun yakshanba bo'lishiga qaramasdan hamma kutubxonada self study qilmasdan iloji yo'q. Imtihon vaqtlari, exam sessions paytlari shu yerda salkam yashaysiz ham bo'ladi, uyga faqat uxlash uchun borasiz. Self study qilish albatta shart. Men bir ikkita qo'shimcha qilib o'taman. Imtihonlarni qiyinligi va qanday turdagi imtihonlar bo'ladi. Xo'sh, imtihonlarga keladigan bo'lsak, IELTS imtihonda qanday bo'lsa, bu yerdan xuddi shunday. Sizda faqat qo'lingizda qalam yoki ruchka, agar yozma imtihon bo'ladigan bo'lsa va shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ko'pincha bu student kart yoki bo'lmasa ID karta bo'ladi. Chunki haqiqatda talabani o'zimi yoki boshqa odamni professorlar chek qilib sizga qo'l qo'ydirib oladi. Hop, imtihonning qiyinligi bu o'qiyotgan faningizga va sizdagi background, ya'ni O'zbekistonda qanday o'qiganligingizga bog'liq. Bu yerda magistratura talabalari xuddi bizdagi bakalavrlarga o'xshab full time o'qishadi va ular imtihon topshiradi o'tirib. Xo'p, endi kimlargadir imtihon oson bo'lishi mumkin, chunki O'zbekistonda yaxshi o'qigan sohasini va bu narsa ularga oson kirib ketgan. Lekin ayrim sohalar bor, bizniki bilan
Italiyaniki to'g'ri kelmaydi. Misol uchun bu buxgalteriya sohasi aynan shu sohada to'g'ri kelmay qoladi, chunki O'zbekistonda bizada boshqa buxgalteriya sistemasi ishlatiladi, ya'ni bizada faqat shotlarga uriladi umumiy hisob raqamlar, lekin bularda debit kreditga ajratiladi, ya'ni umumiy qozon tushunchasi bor va shu orqali farq qiladi. Bu farqlarni tushunib olib, ularga yetib olishingiz uchun ham ancha vaqt va mehnat ketadi. Bu narsa imtihonni qiyinligini siz uchun oshiradi. Lekin keep up qilib olsa bo'ladi, ya'ni yetishib olsa bo'ladi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, odam qilgan ish odam qiladi. Imtihonni o'tsa bo'ladi. Qiynalmanglar. Xo'p, mana magistraturada internship tanlash bor yoki yana qo'shimcha tarzda shu sohani nazariy jihatdan o'qish borda. Sizni tajribangiz jihatdan qaysi biri yaxshiroq deb o'ylaysiz? Internship yoki nazariy o'qish? Bu elektivlar haqida gap ketyapti hozir. Har bir magistratura talabasiga 15 kreditlik elektiv beriladi va ular xohlagancha distributsiya qilinadi. Ya'ni siz xohlasangiz o'zingizning departamentingizdan, xohlasangiz boshqa bir fakultetlardan olib tanlashingiz mumkin bu narsani. Endi men aytgan bo'lardim, bu sohangizga bog'liq. Agar sizning sohangiz nazariyaga asoslangan fan bo'ladigan bo'lsa, albatta nazariy bir ikkita fanlarni olib, siz o'zingizning portfoliyongizni kuchaytirishingiz mumkin. Agar sizning sohangiz meniki o'xshab, misol uchun buxgalteriya va bank sohasiga taalluqli bo'lsa, albatta hands-on experience deydi. Ya'ni nazariyada o'rgangan narsangizni amaliyotda Yevropa standartida qanday qo'llanilishini bilish bu juda katta plyus beradi sizga. Siz darsda o'tayotgan narsalaringizni ishda ishlashini va u qanday sistemlashtirilganini tushunib olasiz bir. Ikkinchidan, o'zi ish atmosferasi qandayligini ham tushunib olasiz va bu sizga tramplin vazifasini bajarib beradi keyingi ishlaringizni topishda va albatta CV'ingiz uchun eng katta nima deydi, shtamp belgisini bosib beradi. Mani beradigan maslahatim, faningizga qarang, iloji bo'lsa internship oling. Endi qo'shimcha qiladigan bo'lsam, elektivlar har xil bo'lishi mumkin. Masalan, bizda bu 15 bo'lgan. Bizning departamentimizdagi ko'p nimalarda, programmalarda bu 15, lekin bu o'zgarishi mumkin. Lekin yana bitta narsa bor, ikkalasini ham qilish mumkin, ya'ni internshipni ham va fan olish ham mumkin. Masalan, menda yaqinda internship experience bo'ldi Madridga borganimda va Nodirda Milanda internship qildi. Ikkalamizda ham extra curricular, ya'ni buni hech qanaqangi o'qish nimasiga, kreditlarimizga ta'siri yo'q. Biz o'zimiz masalan qo'shimcha fanlarni olib o'qiganmiz, o'sha imtihonlarni topshirib kreditni yig'dik, lekin internship ham qildik. Bunda bunaqangi holatda extra curricular deyiladi, ya'ni buni hech qanaqangi kreditlarga ta'siri bo'lmaydi. Buni yaxshi tarafi, siz ikkalasini ham qilishingiz mumkin. Masalan, fanni ham o'qishingiz mumkin, o'zingizga yoqqan va internshipni ham qilishingiz mumkin, hech qanaqangi muammosi yo'q. Men maslahat berardim, ikkalasini ham qilinglar agar iloji bo'lsa. Agar bittasini tanlash kerak bo'lsa, menimcha internship yaxshiroq bo'ladigan bo'lsa kerak, chunki fanni baribir hozir aytganimizdek katta qismi self study, o'qib olishni iloji bor, lekin baribir internshipni menimcha obro'si yaxshiroq bo'lsa kerak. Ya'ni taroziga weight ko'proq bo'lsa-da, o'sha jihatdan. Keyin hozir clarify qilib ketaman. Biza internship olganmiz, lekin bu narsani kredit qilib universitetga yozdirmaganmiz. Buning sababi hujjat ishlari bor. O'sha hujjat ishlarini qilgimiz kelmagan. O'shaning uchun ham tinchgina fanni olib yopib qo'yganmiz, lekin extra curricular, ya'ni siz qilgan internshipingiz o'zi bo'ladi. Bizda ham shunaqa O'zbekistonda kredit bo'lib, ya'ni fan sifatida yopiladi. Biz shu hujjatini qilishni xohlamaganimiz uchun fan sifatida emas, o'zlarimiz uchun, ya'ni self improvement uchun deb yana bitta elektiv olib kreditlarni to'ldirganmiz. Tushunarli. Navbatdagi savolimizga bo'ladi. Mana shu yo'lingiz davomida kimgadir chin dildan ixlos qilasiz va ularni role model sifatida taniysiz-da. Ular bosib o'tgan yo'lni izlanasiz va siz ham o'sha yo'lni bosib o'tgangiz keladi va o'sha inson kim sizni hayotingizda qay darajada muhim o'rin tutadi? Bilmadim bu ko'rsatuvni ko'rishadimi yo'qmi, lekin men buni o'zlariga ham aytganman. Birinchisi bu Tolibjon aka. Men ulardan intervyu olishga baxtiga muyassar bo'lganman. Ularni yordamlari bilan o'sha
UIU Help degan Telegram gruppa bor. Link pastda qo'shilib olinglar. Va u yerda beminnat yordam ko'rsatishgan, savollarimizga javob bergan. Ikkinchisi bu Nodir Yusupov. Ular adashmasam Durdona opa bilan birga oilaviy kontent qilishgan Italiya haqida. Va ularni qaysidir bir o'quv markaziga qilgan videosini men 7 marta ko'rib chiqqanman va shu Italiyaga kelish prosesini bilish uchun va ularni yo'llaridan, ya'ni ular o'sha bergan instructionlardan foydalanib hujjatlarni hammasini o'zim qilishga muvaffaq bo'lganman va Italiyada o'qib yuribman mana. Va nega aynan Nodir Yusupov? Birinchidan u bilan nomimiz bir xil. Ikkinchidan u misol uchun oddiy oiladan chiqqan va hozirda Amerikani top 8 talik kompaniyasida bittasida ishlayapti. Qualcomm degan kompaniyada adashmasam biznes analist yoki shunga o'xshagan rolda. Oxirgi rolni bilmayman, chunki kompaniyasi o'zgarganda rol o'zgargan. Lekin he's living my dream life. Okay. He made it happen. Oxirigacha misol uchun kurashgan, give up qilmagan va Amerikada yashayapti. Why not? Qaysidir ma'noda videosini ham linkini yoki qisqacha izohini qo'yishga harakat qilamiz. Va ular ham akkauntini pastda topasizlar. Instagram bor. Va mana Musulmjon aka bilan Turin shahrida o'qiydigan studentimiz olgan edilar. Omadli deb ta'riflagandilar-da, chunki bu yerga Italiyaga kelgandan keyin ham darrov ish topib olgan, moslashib ketgan. O'shaning uchun ham qanaqadir omadli inson desa ham bo'ladi. Endi darrov kimgadir darrov ko'rinishi mumkin, lekin ishoninglar bu oson emas. Ularni bitta intervyusini men ko'rganman. Italyan tilini o'rganganlar B1 darajagacha, lekin o'shangacha o'rtada nima bor, vaqt bor. U prosesni bosib o'tmaguncha bizga oson bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin yaxshigina nima desam, mehnat bo'lgan. Chunki mehnatiga yarasha erishgan inson deb o'ylayman. To'g'ri, omadda ham faktor bor, of course. Omad lekin mehnat qilganlarga keladi. Da. Uyda jim o'tirgan odamga omad kelib birdaniga nimadir paydo bo'lib qoladi. Hamma narsa ortda mehnat qiladi. Bitta nima ham bor, prikol ham bor. Bitta odam har kuni ey Xudoyim, mashina ber deb so'raver ekanda. Keyin farishtalar aytibdi: "Ey Alloh taolo, nega bu bandanga shuncha senga niyat qiladi? Nega bitta mashina bermaysan?" desa, Alloh taoloning javobi shunday bo'lgan ekan. U odam hech bo'lmasa bir lotereya o'ynamasa, men unga qanday beraman deganda, xuddi shunday, to'g'ri bu nima deydi? Prikol sifatida aytilgan narsa, lekin haqiqatdan ham uni tagida haqiqat bor. Biz harakat qilmasak, bu faqat so'raverganning foydasi yo'q. Harakatda barakat. To'g'ri. Aynan shu mavzuni davom ettirgan holatda ham savol berishim mumkin. Mana shu muvaffaqiyat deymiz, endi kattami kichikmi, bu baribir muvaffaqiyat. Shu muvaffaqiyatlaringiz ortida kim yoki nima turadi? Albatta, muvaffaqiyatlar ortida bizni eng ko'p qo'llab-quvvatlab turgan, shu vaqtgacha shu darajaga yetishimizga sababchi bo'lgan insonlar bu baribir ota-onamiz. Har qanaqangi holatda bizga ishonib, bizga ishonch bildirib, bizani qo'llab-quvvatlab shu darajaga yetishimizga sababchi bo'lgan insonlar bu albatta ota-onamiz deb o'ylayman. Juda ham yaxshi. Xo'p, mana siz yotoqxonada yashagansiz. Oddiysi, eng zamonaviysidan va savol quyidagicha, aynan Padoda yotoqxonada yashab, undan tashqari yana student qancha rasxod qilish imkoniga? Xo'p, yotoqxonani qayerdaligi va qanaqa xonaligiga qarab summasi farqlanadi. Odatda 240 yevrodan 350 yevrogacha bo'ladi. Bu double, single, shared bedroom shularga qarab farq qiladi. Endi bu summaning ichiga hamma narsa kirgan. Ya'ni utility, bu gaz, svet, isitish, Wi-Fi hamma narsa summaning ichiga joylashgan. Talaba faqat yashab bersa bo'ldi deydi-ku. Faqat bitta qoida, uyda hech narsani sindirmanglar, chunki agar sindiradigan bo'lsanglar, depozitinglardan olib qoladi. Life hack. Endi undan tashqari qancha xarajat ketishi mumkin? Bu agar universitetda bir mahal ovqat beradigan bo'lsa, bu degani siz faqat bir mahal ovqatingizni o'zingiz yeyishingiz kerak. Ya'ni bu pishirib bo'ladimi yoki ko'chadan bo'ladimi? Bu vaziyatdan kelib chiqib har xil bo'lishi mumkin. Agar siz grocery qilib, o'zingiz uyda qilaman desangiz, bu o'rtacha xarajat regionga qarab farq qiladi. Bo'lishi mumkin oyiga maksimum 100 yevro. Bu
albatta yana odam o'zidan kelib chiqadi. Agar yo'q ko'chada ko'proq ovqatlanaman, har kuni bilmadim McDonald's, pizza, kebab shopga boraman desangiz, bu summa yana oshib ketaveradi. Lekin eng zo'r tarafi hamma narsa ichida bo'ladi yotoqxonani. Va misol uchun ayrim yotoqxonalarda, ya'ni keyin qurilgan va keyin renovatsiya qilingan yotoqxonalarda leisure place bo'ladi. Ya'ni siz uni gym ham ichida, zalga ham kirishingiz mumkin. Uning ichida o'zini gaming areyalari bor. Ya'ni siz futbol o'ynashingiz mumkin, stol tennis o'ynashingiz mumkin va hokazo. Va bu sizdagi xarajatlarni yana qisqarishiga sabab bo'lishi mumkin. Xuddi shu savolni davomi bo'ladi. Padovada kvartirada yashab, endi student qancha xarajat qilishi mumkin? Chunki yotoqxonada baribir stipendiya hisobidan qandaydir biznes qilib qolish mumkin, lekin kvartira unaqa emas. Kvartira ham o'zi mana shu beriladigan stipendiya shu o'rtacha kvartiralar narxiga hisoblangan bo'ladi. Ya'ni 1 yillik beradigan stipendiyasi talabani 1 yillik oziq-ovqati va turar joyi uchun proporsional qilib beriladi. Bundan juda ortib ham qolmaydi yoki bo'lmasa juda unaqangi yetmay ham qolmaydi. Shu narsani hisobini olish kerak. Endi kvartiralar joylashgan joyiga qarab, uy sharoitiga qarab va uyda nechta odam turishi va boshqa narsalarga qarab farq qiladi. Masalan, aytaylik, siz shared xonada turadigan bo'lsangiz, bo'lishi mumkin double, triple, 2 kishilik yoki 3 kishilik bo'lishi mumkin. Bunda arzonroq tushadi. Masalan, aytaylik 300 euro yoki bo'lmasa 400 euro turishi mumkin. O'zini ichidagi rasxodlari bilan, ya'ni o'sha kommunalka to'lovlari bilan. Agar single roomda turaman deydigan bo'lsangiz, ya'ni bir kishilik xonada turaman deydigan bo'lsangiz, bo'lishi mumkin, aytaylik 500 euro va undan tepa narxlari. Bu albatta o'sha uyning holatiga, sharoitlariga bog'liq va joylashgan lokatsiyasiga. Agar o'sha sentrga yaqin joyda bo'ladigan bo'lsa, universitetga yaqinroq bo'ladigan bo'lsa, bu tabiiy holat, bu yoqda talab yuqori. Tabiiyki, uylarning narxi, kvartiralar narxi baland bo'ladi. Agar siz shahar chetrog'idan oladigan bo'lsangiz yoki o'zi umuman siz turadigan shahar kichikroq bo'ladigan bo'lsa, bunda arzonroq bo'lishi mumkin. Masalan, Padova talabalar shahri, lekin bu yoqda baribir katta shahar bo'lmagani uchun uy kamroq. O'shaning uchun Padovada ham ozgina boshqa regionlarga, boshqa shaharlarga solishtirganda qimmatroq. Yoki bo'lmasa masalan, Milanda o'zi shahar katta, talabalardan boshqa ishchilar bor, aholisi katta o'zi umuman. Bu yoqda ham shahar masalan narxlarni qaraydigan bo'lsangiz qimmat. Nafaqat o'sha turar joy, balki oziq-ovqat, boshqa xarajatlarning hammasi baland. Yoki bo'lmasa kichkina shaharlar bo'lishi mumkin yoki Italiyaning ayniqsa janubidagi shaharlarda bu yoqda narxlar o'zi arzonroq. Shu sababdan ham turar joy narxlari agar shimol bilan solishtiradigan bo'lsa, ancha arzonroq. Shimol janub ko'p gapiryapmiz. Bu ko'pincha o'sha Rimni chegarada bo'lishadi. Rimdan tepasi o'sha shimol taraf, Rimdan pastki tarafi janub taraf deb aytishadi. O'sha janub tarafda o'zi hamma narxlar arzonroq. Boya aytganimizdek, shuni hisobiga ham kamroq stipendiya beriladi. Shimol tarafda narxlar qimmatroq bo'lganligi uchun stipendiya ham ko'proq beriladi shunga yarasha. Tushunarli. Mana Padovaga kelganingizda sizni ilk marotaba biror narsa hayron qoldiradi-da. Buni tak culture shockga bog'lasak bo'ladi. Aynan shu narsa nima edi? Nima sizni unaqa hayron qoldirgan? Birinchi shundoq Padovaga kelganingizda. Birinchi Padovaga kelganimda men departamentga borganman. Hujjatlarni qayerga ya'ni bizada diplom bilan kelganmiz. Diplomni topshirib full enrollment olish kerak bo'lgan. O'shaning uchun xalqaro ofisda qidirganman borib. Men kelganda sentyabrni 23lari bo'lgan va bu ayni graduation payti Italiyada va Padovada shunaqa an'ana bor. Men buni keyin bilganman. Shu payti nima ekan deb o'ylaganman. Talabalar boshiga nomini bilmayman, topib ko'rarsiz. Nima edi? Lavriya nimalarida? Короче, lavriya degan boshqa nima kiyishadi? Korona deb aytadi uni. O'sha tojga o'xshagan narsa kiyadi va zo'r kiyinib qo'shiq aytishadi. Ya'ni bu qo'shiqi men universitetni tugatdim, professorlar bir ishingni qil degan ma'noni bildiradi. Ya'ni yaxshi qo'shiq emas, lekin bu o'sha aynan Padova universitetini nima desam, talabalar gimni bo'lib qolgan desam ham bo'ladi. Chunki har bitta bitirayotgan talaba o'sha qo'shig'ini qichqirib aytish kerak ekan. Men uni bilmaganman.
kelganimda qarasam 10 ta odam xo'r bo'lib aytib yotibdi. Men bularni videoga olib turganman. Keyin o'sha narsa menga culture shock bo'lgan. Ya'ni bu juda ham nima desam, приятный narsa, ya'ni yoqimli, chunki hamma jo'r bo'lib kuylayapti. Bu baxtni ko'rsatadi odamlardek. Chunki xomush odam qo'shiq aytmaydi. Ular baxtdan kuylayapti. Ya'ni Italiya shunaqa mamlakat, emotsional mamlakat. Wow degan effekt bo'lgan. Birinchi marta Padovaga kelganimda. Tushunarli. Juda ajoyib voqea ekan. Inson o'zi uchun oliy maqsad qo'yadi baribir va o'ziga erishishi bo'lish, shu maqsadiga erishish uchun ketma-ketlikda plan tuzib chiqadi. Aynan sizni shu hayotingiz davomida erishmoqchi bo'lgan planingiz bor baribir va shu yo'lni qaysi bosqichga yetib keldingiz? Endi juda falsafiy savollar kelyapti. Podcast mavzusida chiqib ketamiz deyman. Oliy maqsad. Ora-chorada birib turamiz. O'zi men kimman? Maqsadim nima? Oq balkim qora bo'lib, qora balkim oq bo'lsa-chi. Endi bunaqangi maqsad o'zi yillar davomida o'zgarib boradi. Masalan, yosh boladan maqsadini so'rasangiz boshqa narsa, o'smirdan boshqa narsa aytadi yoki biz tengi yoshlar va yosh kattalardan so'rasangiz hammasidan har xil maqsad chiqadi. Endi bu qaysi bosqichdaligimga keladigan bo'lsak, o'sha maqsadning o'zgarishi ham bor. O'shaning uchun o'ylayman, oxirgi vaqtda o'sha o'zim o'ylayotgan maqsadlarning ichida endi boshlanish nuqtasidaman, chunki universitetni endi bitiryapman. Katta hayot endi boshlanyapti. Bundan buyog'iga karyera va kelgan oila, o'zi umuman olganda inson sifatida ham endi shakllanyapmiz. Shuni hisobga oladigan bo'lsak, menimcha o'sha har qanaqangi maqsadni ham boshlanish qismida turibmiz deb o'ylayman. Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. Va shuni davomi sifatida beraman hozir. Karyerangizni demak O'zbekistonda ko'rasiz yoki shu yerda ko'rasizmi? Karyeramni ko'p joyda ko'raman. Chunki o'zim shu narsani tushunib yetdim. Menga yoqadi. Masalan, o'zim yaqinda Madridda borib ko'rib kelgan bo'lsam, ko'p joyda ishlamoqchiman. Masalan, butun umr Italiyada ishlash niyatim yo'q yoki butun umr O'zbekistonda ishlash niyatim yo'q. Xudo xohlasa, lekin karyerani boshlang'ich qadamlari baribir Italiyada qo'yiladi degan umiddaman va shunga harakat qilyapmiz hozir. Italiyada shu boshlang'ich qismini o'tadigan bo'lsam, keyinchalik boshqa bir davlatda yana o'sha davlatning tajribasini o'rganish niyatim ham bor. Va Italiya gapni ochig'i ishlash uchun, karyera qilish uchun eng zo'r variantlardan bittasi emas. Shuni hisobiga ham bir yaxshiroq, kattaroq imkoniyatlar bera oladigan boshqa bir davlatga borib ishlash niyatim bor va O'zbekiston karyeramda bo'ladimi yo'qmi bilmayman, lekin bo'ladigan bo'lsa ham balki kechroq late stage'larda balki O'zbekiston variantini ham o'ylab ko'ramiz. Men bitta qo'shib ketmoqchi edim. Odamlar oliy maqsad deydi-ku, o'sha narsa to'g'ri aytdi, o'zgarib boradi u narsa. Yevropada o'sha narsani bitta email hal qiladi, bor, ishoninglar. Qanday qilib? Misol uchun siz oliy maqsadingiz, men mana shu kompaniyaga ishga kiraman deb zo'r harakat qilasiz, shunga nima boringizni berasiz, lekin undan rejection keladi va boshqa bir kompaniyadan sizga acceptance letter keladi. Va siz o'sha kompaniyaga ketasiz 99.9% holatda va bu sizni oliy maqsadingizni yana o'zgartiradi. Ikkinchi qo'shmoqchi bo'lgan narsam bu, siz hozir savolni sal bilmadim, ikkita davlatligini berdingiz-da. Siz Italiyada ko'rasizmi, O'zbekistondami? Menimcha savolning formulovkasini siz o'zingizni qaysi davlatda ko'rasiz degan savolni berish kerak. Va bunda nima aytgan bo'lardim, biza top universitetlarni bitiryapmiz. Nafaqat biz aytganimiz, balki barcha Italiyadagi o'qib yurgan o'zbeklar top universitetlarni bitiryapti va bizani qo'limizda butun dunyoning eshiklarini ochadigan kalit bor. Va bu bizani olgan bilimimiz va diplomimiz. Va bu diplom xalqaro diplom va xohlagan davlatda biz ishla olamiz. Va bizda bunga confidence bor, ishonch bor. Chunki biz O'zbekistondan kelib, shu yerda yashab, bu yerda ish topa oldik va bu narsani butun dunyoda ham qila olamiz. Bu karyerani boshlash va uni late stage'lari. Endi qaytadigan bo'lsak, O'zbekistonga qaytishni xohlaysizmi? Albatta ha.
chunki baribir tug'ilib o'sgan yurtimiz, u yerga borib impact qilish menimcha hammaning orzusi bo'lsa kerak. Baribir o'zbek shu uyim joyim deb yonadigan xalq. Endi qachon qaytishimiz bu ikkinchi masala. Chunki hozir biz faqat magistratura o'qidik, faqat 2 yilgina Yevropa tajribasini oz-moz o'rgandik desak bo'ladi. Men aytgan bo'lardim, iloji boricha bu yerda misol uchun 2 yil yoki 3 yil sistemasini zo'r o'rganib olib, ma'lum bir darajada ishimizni professional bo'lganimizdan keyin O'zbekistonga qaytib borsak, biza value added deydi, ya'ni ko'proq qiymat qo'sha olamiz va ko'proq impact qila olamiz u yerdagi korxonalarga yoki bo'ladigan jarayonlarga. Tushunarli. Juda anaqa to'liq izoh bo'ldi. Rahmat. Xo'p, hamma talabada ham moliyaviy tomonlama mustaqillik barqaror bo'lmasligi mumkin-da. Va bu holatda studentlar Padovada qanaqa ishlashni, qanday turdagi ishlarni qila olishi mumkin? Bu savolga javobni men beray. Italiyada o'zi ishlash qanaqa va ishlash uchun ruxsat bormi? Birinchidan, Italiyada talaba sifatida siz 20 soatgacha ishlay olasiz. Qonun jihatdan bu har qanday ish bo'lishi mumkin. Xo'p, talabalar qanday ishlar qilishadi? Bir, agar siz til bilsangiz, siz eng zo'r ishlarda va eng yuqori pul to'lanadigan ishlarda ishlaysiz. Faqat ingliz tili bilan ish topsa bo'ladimi? Ha, bo'ladi, lekin juda qiyin. Nega? Chunki sizga o'xshagan, faqat ingliz tilini biladigan minglagan xalqaro talabalar bor va siz ularning orasidan yutib chiqishingiz kerak. Ikkinchidan, siz italyan tilini yaxshi bilsangiz, ya'ni white collar job deydi, siz prestijniroq ishlarga qabul qilinasiz va sizga yaxshiroq pul to'lashadi. Ya'ni bu o'rtacha 10 yevrodan 15 yevrogacha bo'lishi mumkin. Xohlagan ish. Til bilmasangiz, qilishingiz mumkin bo'lgan ishlar. Bu birinchisi dastavka, qo'lbollar uchun ko'proq. Ular bir joydan ikkinchi joyga yetkazib berasiz. Har bitta orderingizga hisoblanadi va u misol uchun o'rtacha shaharingizga ham bog'liq. 3 soat, 4 soat ishlaganingizga 50 yevrolar atrofida chiqib boradi va siz bu ishlagan pulingizga yana налог ham to'laysiz 20%. Ikkinchisi bu inventory joblar, ya'ni korxonalarda kechqurun borib qancha mahsulot qolganligini sanash. Va bu ishlar ham hamma shaharlarda ham bor emas, ya'ni ko'p talabalar yashaydigan shaharlarda bo'ladi va u yerda qanaqa siz kompaniya o'z mashinasi bo'ladi. Borasiz, olib ketadi, katta do'konlarning ichiga kirasiz, sanaysiz va yana o'sha mashina sizni olib kelib, olib ketgan joyga tushirib ketadi. Va bularga ham soatlik to'lashadi. Bu o'rtacha 8 yevrodan 10 yevrogacha va bu ham talabalar uchun qilish mumkin bo'lgan ish. Endi siz internship qiladigan bo'lsangiz, bu xohlagan italyan kompaniyasida yoki chet el kompaniyasida siz full time, ya'ni 40 soat ishlashingiz mumkin. Nega? Internship bu legalniy job hisoblanmaydi, ya'ni u yerda faqat internship kontrakt qilinadi va bu kontrakt asosida siz 40 soat bemalol ishlashingiz mumkin va siz bu uchun full time pul to'lanadi. Ana bu talabalarni qiladigan asosiy ishlarini ro'yxat. Endi O'zbekistonda ham talabalar nima ish qiladi? Ko'pincha ofitsiantlik, dastavka yoki bo'lmasa qaysidir kompaniyalarda yordamchi. Siz agar yordamchi pozitsiyalarini egallashni xohlasangiz bu yerda, albatta italyan tilingizni hozirdan boshlang. Zo'r tavsiya bo'ldi. Albatta ibrat farzandlari va Duolingodan foydalaning. Mana umuman o'qish jarayonida yoki imtihonlardan fail bo'lganda talaba birdaniga depressiyaga tushib qolishi mumkin-da. Aynan mana shunaqa depressiyalar sizda ham kuzatilgan bo'lishi mumkin. Ularni qanaqa qilib yengib o'tgansiz? Depressiya imtihondan oldin boshlangan. Italiyaga kelib o'qishni boshlaganimdan keyin bir haftani o'tkazib, o'zim o'tirib o'ylaganman. Chunki mani expectationlarimdan ko'ra ancha qiyinroq narsa o'tilyapti darslarda. Leksiyalarga hammasiga qatnadim, lekin taxminan bir 10% larga tushunganman. Undan oyog'ini umuman tushunmayapman. Keyin o'yladim. Hali qaytib ketish uchun kech emas. Balki kechmasdi deb o'ylaganman. Keyin ancha o'zim o'ylab ko'rgandan keyin o'tirib yo'q, qilaman dedim shu narsani. Chunki kelgan paytim juda ham qiyin tuyulgan hammasi. Men o'zim bakalavrda
4 yil o'qiganlarimni bu yoqdagi bir hafta o'qiganimga shuni solishtirib ko'rganman va o'sha bir haftani ichida darsda doskaga yozilayotgan narsalar, prezentatsiyada qo'yib berilayotgan narsalar 4 yil ichida deyarli o'tilmagan hech qaysi. Va men tushundim va boshqatdan bir o'qib chiqishim kerak noldan, chunki imtihonga qolgan bo'lsa bir 3 yoki 4 oy qolyapti yoki undan ham kamroq va men umuman tushunmayapman. Keyin o'tirib o'sha o'qishni yaxshilab tayyorlanishni boshladim. Magistratura o'shada o'tilayotgan darslar emas, o'sha bakalavrda o'tilgan qanaqangi mavzular bo'lsa, hammasini bittalab YouTube'dan yoki bo'lmasa boshqa bir platformalardan videolarni topib yoki kitoblarni, darsliklarni topib hammasini o'rganishni boshladim va shunda ham 3 oydan keyin shuncha og'ir va qattiq mehnatning samarasi bo'lib, fanlarni hammasidan yiqildim yana. Keyin yana ikkinchi sessiyada o'sha vaqt beriladi, o'rtada bir oy bo'ladi. Masalan, birinchi sessiya yanvarda bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi fevralda bo'ladi. O'sha bir oyning ichida yana imkoniyat bo'ldi yaxshilab tayyorlanishga. Men keyin yana ham kuchliroq bir nima bilan kirishib, ishtiyoq bilan, shijoat bilan kirishib, lekin amallab hammasini yopdim. Keyingi ikkinchi sessiyada hammasi yaxshi o'tdi. Depressiyaga keladigan bo'lsak, depressiya juda ham to'g'risi boshlanishida qiyin bo'lgan. Ayniqsa o'sha birinchi imtihon sessiyasida hamma yiqilganimdan keyin juda katta tushkunlik bo'lgan. Bu narsani masalan uydagilarga ayta olmaysiz, boshqa qila olmaysiz. Siz bilan gaplashadigan odam u masalan uydagilar yo'q, yaxshi qola qolgin shu yerda, nima qilasan, qiynalasan degan, siz bu yoqqa qaysarlik qilib kelgansiz. Endi ularga yo'q, o'xshamayapti, bo'lmayapti deyish to'g'ri kelmaydi. Siz bilan dardlashadigan odam sizga o'xshagan student bo'ladi. O'zbek bo'lsa yana yaxshi. Meniki esimda nodir bo'lgan. Va bundan tashqari o'sha Paduvada o'zimizni communitymiz ancha ahilli edi. O'sha kelgan yilimizda biz bilan birga taxminan 20 ta atrofida talaba kelgan. Juda ham qalin edik. Ko'pchilikda shunaqa holat bo'ldi. Gapni ochig'i, kelgan paytda hammamiz qiynalganmiz. Hammamizning dardimiz bir bo'lgan, o'shaning uchun ham sal osonroq o'tdi. Keyinchalik bo'lsa, o'sha boshqalar bilan ham chiqishib, kelishib, boshqa international talabalar bilan birgalikda dars qilib, masalan, tushunmagan joylarimizni bir-birimizdan so'rab, bir-birimizga yordam berib, keyin tizimga moslashish boshladik va eng katta narsa shu o'zi tizimga moslashish bo'ladi. Ya'ni qanaqangi o'qish kerak, qanaqangi savollar beriladi o'z imtihonda. Professorlar uchun nimalar muhim? Masalan, ba'zi bir professorlarga mayda detallar muhim bo'ladi va o'shalardan savol beradi. Ba'zi professorlar bo'ladigan bo'lsa, general, ya'ni umumiy bilimdan sizni test qilishni yaxshi ko'rishadi. Ya'ni umumiy bir nazariyalarni so'rashadi, boshqa qilishadi. Professiyani ham o'rganish katta nima bo'ladi? Masalan, oldingi yili o'sha fanni o'qiganlar bilan maslahatlashishga ancha katta foyda beradi va bundan tashqari o'sha o'zingiz bilan birga grup projekt qilgan payti yoningizdagi o'rtoqlaringiz bilan masalan maslahatlashadigan bo'lsangiz, bir-biringizga yordam berib, boshqa qilib ancha imtihonlar oson o'tadi. Endi depressiyaga keladigan bo'lsak, maslahat bermayman. Masalan, hamma yoqdan drama yasab, boshqa qilib, men imtihondan yiqildim, endi nima bo'ladi? Haydalib ketaman degan gaplar bo'lmasin. Bu yoqda bemalol, masalan, xohlaganingizcha topshirishingiz mumkin imtihonni. Masalan, 2 yil, 3 yillab bitta fanni qayta-qayta o'qishingiz mumkin va bitta tarafi bitta imtihondan yiqiladigan bo'lsangiz, butun bir kursni boshqatdan o'qimaysiz. Shunchaki o'sha fanga yana xohlasangiz qatnashishingiz mumkin keyingi yil yoki bo'lmasa qatnashmasdan turib ham shunchaki imtihon topshirishingiz bo'ladi. O'shaning uchun birinchi o'rinda aytaman, bu imtihondan o'ta olmaslik yoki darslarni tushunmaslik bu katta muammo emas. Lekin siz o'sha joyda yengiladigan bo'lsangiz, masalan, bo'ldi, bulardan voz kechaman, men qo'limdan kelmas ekan deb tashlab ketadigan bo'lsangiz, bu yaxshi emas. Odam qilgan ishni odam qiladi. Hozir Nodir aytgandek, hammasini tagida o'sha uzoq vaqt qilinadigan og'ir mehnat bor. Ilm olish hech qachon oson bo'lmagan, hech qayerda oson bo'lmagan va albatta bitta narsa esda turish kerak, og'ir mehnatning tagida baribir o'sha mehnatning rohati bo'ladi. O'shaning uchun taslim bo'lish kerak emas, o'qish kerak. Depressiya bo'ladigan narsa, tabiiy holat. Bu inson psixologiyasi, bu narsani o'zgartirib bo'lmaydi. Depressiya hammada bo'ladi, lekin taslim bo'lmaslik kerak, yengib o'tish kerak. Eng yaxshi yo'li, men o'ylayman, o'zingizga o'xshab imtihondan yiqilganlar bilan ozgina suhbatlashish, boshqa bir bundan yaxshiroq yo'li bo'ladigan bo'lsa, Nodir aytadi.
Ana bitta yana bitta prikol kelib qoldi. Mulla bilganini o'qiydi deydi-yu. Bu yerdan xuddi shunaqa imtihondan o'zingizga o'xshab yiqilgan odam bilan gaplashsangiz, u sizga dardini aytib yig'laydi, siz unga dardingizni aytib yig'laysiz va o'rtada ikkingizga ham dardingiz xalos bo'ladi va darsga boshlasizlar. Endi praktikal joylarga keladigan bo'lsak, Sherzod aytib o'tdi, imtihonlarni siz beskонечно, ya'ni chegarasiz topshirsangiz bo'ladi. Misol uchun men o'zimdagi bo'lgan kez, men hozir birinchi kurs, birinchi semestrimdagi fanni qaytadan topshiryapman. Va men bu topshirayotganim uchun pul ham to'lamayman, ortiqcha nima deydi, men tarafdan faqat qilinadigan narsa bu fanni o'qib, imtihondan o'tish. Endi xuddi shunaqa menda ham bo'lgan, universitetda birinchi semestrda zakon cho'tchi qilib kalla qo'yib chiqqanmiz imtihonlarda, chunki sistema boshqa, tushunmaganmiz, qiyin bo'lgan, depressiya albatta bo'ladi. O'shanday payt eng zo'r narsa bu o'zingizdagi odam bilan gaplashish. Agar unaqa odam bo'lmasa, shunchaki ko'chaga chiqing va yuguring. Ozgina yugurganda odam gormonlar ishlashni boshlaydi, sizni miyangizga dopamin kelishni boshlaydi va bu narsadan sizni chiqarib yuboradi. Va bu narsa siz o'zingizga bo'lgan ishonchni ham beling. Misol uchun siz vaqt qo'ying. Men shu joyga bilmadim, где-то 1 kilometr joyga 5 minutda boraman yugurib yoki yurib. Bu taskni bajardingizmi, sizni o'zingizga bo'lgan ishonchingiz ortadi va dopamin o'zining ishini qiladi. Bu narsa orqali chiqish mumkin. Keyin bu narsani qabul qilish ham bor. Ya'ni siz imtihondan o'ta olmadingiz, bu oxir zamon keldi degani emas. Bu faqat imtihon va siz uni xohlagancha topshirish imkoniyatingiz bor. Prosta siz o'ta olmadingiz. Nega? Yangi sistemaga ko'nikishingiz juda oson bo'lmaydi, chunki siz yoningizda o'qiyotgan talabalar, italyanlar bo'ladi ko'pchiligi va ular bu sistemada 20 yildan beri yashashyapti. Va ular qanday qilishni sizdan yaxshiroq bilishadi. Siz shu payti o'zingizga savol berishingiz mumkin. Men to'poymanmi, meni kallam ishlamaydimi? Bo'lmagan gap. Sizga zo'r ishlaydi. Siz bir sistemadan boshqasiga adaptatsiya qilyapsiz faqat. O'sha narsani to'g'ri qabul qilib, energiyani to'g'ri yo'naltirish kerak. One step at a time deydi. Hamma fanga bittadan yopishmaslik kerak. Qarang, eng osoni, eng kredit kamini birinchi yoping. Bu eng zo'r strategiya. Ya'ni o'yinchilarni o'rtadan chiqaraverasiz. Ya'ni misol uchun 6 ta imtihoningiz bor desak, bittadan har bitta kolda bittadan chiqarib borsangiz, yil oxirigacha 6 tasini bo'lgan bo'lasiz. Xuddi shunaqa qilib tezroq chiqib ketish mumkin. Yana nima? That's it. Xuddi mana shu narsa. Men ham boshida birinchi imtihonlar hammasini ketma-ket qo'yib tashlaman o'zimcha. Qiynaldim. Keyin yo'q, chiqarib tashladim. Bo'ldi, boraman. Ikkinchida tinchgina, yaxshigina topshirib chiqaman deb. Keyin yana bitta qo'shimcha, imtihon turlarini boya boshlabman, oxiriga yetirmabman ekan. Imtihon turlari qanaqa va bu har xil departamentda har xil bo'lishi mumkin. Men o'zlarimizning economics departamentdan misol qilib aytaman, чтобы sizlarda ideya bo'lishi uchun. Birinchisi bu yozma. Sizga professor 3 ta yoki 5 ta yoki 10 ta savol beradi. Siz unga yozma javob berishingiz kerak. Agar darsda masalalar ko'rsatgan bo'lsa, albatta masala imtihonda bo'ladi. Bunga tayyorlanishning eng zo'r varianti shu professorni, shu fanini o'tgan yilgi modulga kirsanglar, o'tgan yilgi imtihonlar bo'ladi. Va uni siz professor ko'pchiligi yuklab ham beradi yoki share qiladi. O'shani download qilib olib, ulardan ko'rib tayyorlansanglar bo'ladi. Tayyorlanishning eng zo'r yo'li ChatGPT, Notebook LM va o'zlarimizning miyamiz. Bu eng zo'r variant. Ikkinchi imtihon turi bu og'zaki. Ayrim fanlar va ayrim fakultetlar og'zaki imtihon oladi. Nega? Bu fan taqozosi yoki bo'lmasa professor shuni xohladi. Chunki fanni professor o'tadi va u xohlagancha sizdan imtihon olishi mumkin. Bunga ham tayyor bo'lish kerak. Ya'ni og'zaki imtihon bo'lsa, "Wow" deb qarab o'tirish shart emas. Shunchaki imtihon, kirasiz, gapirasiz va shu yerda e'tiborli bo'ling. Ko'pchiligimiz o'ylaymiz, men ingliz tilini zo'r emas, professor meni grammatikamga qaraydi. Umuman e'tibor bermaydi. Siz ma'noni tushuntirib bersangiz bo'ldi. Italyan professorlarning shu tarafi juda ham zo'r. Ular ham ingliz tilini ikkinchi til sifatida o'rgangan va sizni muammongizni juda yaxshi tushunadi. Grammatikada xato ketasizmi yoki yozma javob berayotganingizda grammatika yoki so'z xato yoki imlo xato e'tibor berishmaydi. Asosiy ma'noni tushuntirib bersangiz, shuni o'zi yetarli bo'ladi. Uchinchi tip imtihon turi bu mix deb aytgan bo'lardim.
bizada endi menimcha buxgalteriya bo'lgani uchun shunaqa bo'lgan ko'proq. Bizada Excelda qilinadigan imtihonlar bo'lgan. Kompyuterda topshirganmiz. O'zingizni login parolingizni kiritasiz, imtihon ochiladi, tasklar beriladi, tasklarni bajarib, oxirida Excel faylni bazaga yuklash kerak bo'ladi. Va yana bir ikkita fakultetlarda shunaqa narsalarni ko'rganman, ya'ni amaliy qilinadigan tasklar bo'ladi. Ularni kompyuterda yuklab joylashtirish kerak bo'ladi. Va test qolib ketdi. Test bizada test bo'lmagan. Har xil departamentlarda har xil deb shuncha boshidan aytdim. Bu fallaga qarab farq qiladi. Test bizda bo'lgan. Ba'zi bir testlar to'liq test bo'lishi mumkin, ya'ni 100% multiple choice bo'ladi. Ba'zi birlarida imtihonning qaysidir qismi test va undan u yog'i boshqa bir task bo'lishi mumkin. Masalan, bizda bitta fanimiz bo'lgan, unda 100% test topshirganmiz. Unda har xil bo'ladi. Masalan, noto'g'ri javob uchun jarima ballari bo'ladi. Va siz har bir savolga javob berish shart emas, qaysilarnidir shunchaki bo'sh qoldirib ketishingiz mumkin, ya'ni siz bilmayapsiz, ishonchingiz komil emas, shunchaki bo'sh tashlab ketish mumkin va ularga hech qanaqangi ball ham berilmaydi, hech qanaqangi jarima ham yo'q. Va oxirida sizni jarima ballaringiz ayirib tashlanadi, yig'gan ballaringizdan keyin siz o'sha 18 o'tish balli bo'ladigan bo'lsa 30 dan 18 dan baland olgan bo'lsangiz sizga sразу o'sha joyni o'zi chiqarib beradi, ba'zilarida yoki bo'lmasa o'tolmagan bo'lsangiz, o'tolmaganingizni o'sha yerda o'zida aytadi. Yana bir turi bu mix dedik. Aytaylik, birinchi bosqich test bo'ladi. Siz birinchi bosqich o'sha testidan o'tsangiz, aytaylik 10 ta savoli bor yoki 5 ta savoli bor. O'shandan o'tsangiz, siz ikkinchisiga qo'yiladi. Agar o'ta olmasangiz, siz birinchi bosqichdan yiqilasiz va imtihon zalini tark etishingizga to'g'ri keladi. Ikkinchi bosqichga o'ta olmaysiz chunki. Agar ikkinchi bosqichga o'tadigan bo'lsangiz, yo qolgani yozma bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa Excel task bo'lishi mumkin, hozir Nodir aytgandek. Shunaqangi holat va bu albatta fanga qarab farq qiladi. O'zi bu savolimiz depressiya orqali kelib chiqdi bu yil. Eshitishim bo'yicha birinchi kurslarda Padova shahrida depressiya ancha katta birinchi kurslar uchun, chunki bu stipendiya bilan bog'liq va shunga ozroq oydinlik kiritib kelsa yaxshiroq bo'lardi. Xo'sh, stipendiyalar o'zi odatda region tomonidan va universitet tomonidan talabalarga beriladi. Bu yil Padova universitetida shu muammo bo'lyapti, chunki region tramvay quryapti, 75 kilometrlik uzunlikdagi va buni finansirovать qilayotganligi uchun birinchi kurs talabalarigina faqat stipendiya olishida kechikish bo'lyapti va uni final javoblari mart oyida chiqishi kerak. Shu yergacha update'ini bilamiz, chunki universitet tomonidan berilgan ma'lumot shu. Keyingi javobini, ya'ni second call for application deydi. Ya'ni scholarship o'sha hujjatlari qolib ketgan talabalar va kimlargadir fond yetmay qo'ygan bo'lsa, mart oyida tashlab beriladi. Ya'ni bunaqa ham keysda bo'lib turishi mumkin. Shuning uchun nima deydi? Tayyor bo'lib kelinglar. Va bu albatta stipendiya berilmaydi degani emas, shunchaki kechikish, bunaqa holatlar boshqa regionlarda ham bo'lgan va bu hech qanaqangi qolib ketmaydi. Masalan, Mensaga universitet oshxonasidan ovqatlanish stipendiya yutganlar uchun tekin bo'ladigan bo'lsa, hozir birinchi kurslar o'sha ovqatlanish uchun pul to'lab yurishibdi. Lekin bu narsani ham kompensatsiyasi, agar stipendiya yutishadigan bo'lsa, masalan 3 oy 2 oy to'lagan pullari o'sha stipendiya birgalikda qaytarib refund qilib beriladi. O'zi mana kuzatishim bo'yicha vaqtida tushganlari Boloniya bilan Turinni ko'ryapman-da. Lekin boshqa regionlarda rostdan ham kechikyapti. Meditsinada ham, Sitsiliya deymiz, Sitsiliyada ham o'sha tushgan. Boshqa regionlarda kechikyapti rostdan ham. Masalan, Lazioda ham kechikyapti hali. Hali olganimiz yo'q. Va yakuniy savollarni beraversam bo'ladi. Shu bilan yakunlaymiz. Birinchi savolim sizga. 5 yil oldingi Sherzodga nima maslahat bergan bo'lardingiz? 5 yil oldingi Sherzod. 5 yil oldingi Sherzod hali bakalavrda adashmasam 2-kursda o'qib yurgan Sherzod. Ayni pandemiya paytida eng katta beradigan maslahatlarimdan bittasi mana shu pandemiya payti bekorchi bo'lib qolgan vaqtingni bekorchilik bilan o'tkazmadigan bo'lar edim. O'rganish kerak. Ingliz tilini o'rganishni boshlash kerak. Men o'sha paytda ingliz tilini o'rganmaganman. Ingliz tilini 1 yildan keyin boshlaganman. Ingliz tilini o'sha paytdan o'zidanoq boshlash kerak. Va aytgan bo'lar edim, ko'proq
zamonaviy texnologiyalar bilan hamnafas bo'lishga harakat qilish kerak. Iqtisodiyotni o'qish faqat kitob o'qish emas. Masalan, research qilish uchun, har xil analizlar qilish uchun software applications kerak bo'ladi. Masalan, Python kerak bo'ladi, R yoki boshqa programming language kerak bo'ladi. O'shalarni o'rgangan bo'lar edim. Yoki bo'lmasa business tools bor. Power BI bor, masalan, SQL bor yoki Tableau, shunga o'xshagan software toolslar bor, biznes analitikada ishlatiladigan. Shularni o'rganishni maslahat bergan bo'lar edim va aytadigan yana bir maslahatlarimdan bittasi, harakatni qilib ko'rish kerak. Men o'ylardim oldin, mani qo'limdan unchalik kelmaydi. Masalan, o'sha ayni ikkinchi kurslik paytim chetga o'qishga ketish maqsadlari paydo bo'lishni boshlagan bo'lsa, o'sha narsada ko'pida o'zim yo'q. Masalan, bunga men qila olmasam kerak. Meni profilim unchalik kuchli emas. Masalan, birorta bir universitetga topshirish uchun yoki boshqa bir davlatga borish uchun unchalik imkoniyatlarim zo'r emas deb o'ylardim. Va shu uchun ham ko'p bir applicationlarni topshirmaganman. Unchalik juda ham ko'p davlatga harakat qilmaganman. Aytgan bo'lar edim. Harakat qilaverish kerak va harakatni qancha erta boshlasa shuncha yaxshi. O'ziga ishonish kerak, vaqtni bekorga sarflamaslik kerak. Va imkon bo'lsa, aytgan bo'lar edim. U payt Italiyaga kelishim haqida yetti uxlab ham tushimga kirmagan edi, lekin aytgan bo'lar edim, ingliz tilini o'rganish kerak, lekin ingliz tilining yoniga yana bitta til o'rganish bu odamni boshqa darajaga olib chiqadi. Masalan, nemis tili yoki fransuz tilini o'rganish bu odamni o'sha bitta zinapoya tepaga olib chiqib qo'ygan bo'lar edi. Xo'p, bugungi kunda Nodirbekning oltin qoidasi nima? Gazini bosing. Tamom. Qisqa ballonda gazini bosish kerak. Siz hech qachon bilmaysiz, sizni kutayotgan opportunity deydi, ya'ni imkoniyat qayerdaligini. Men hozirgi ishlayotgan ishimga kirish uchun 200 ta rejection email olganman. Ya'ni 200 ta kompaniyadan reject olib, bu kompaniyaga kirganman. Bunga kirish ham hikoyasi bo'lgan. Qisqasi, intervyuga uxlab qo'yganman va yarim soat kechga qolib kirishimga to'g'ri kelgan va o'zi 15 minut bo'lishi kerak bo'lgan intervyu 1,5 soat bo'lgan HR bilan. Shuning uchun imkoniyat har yerda bor va har qachon bor. Buni biz bila olmaymiz. Ishlatish uchun prosta try qilib ko'rish kerak. That's it. Va albatta LinkedInni har kuni ishlatgan bo'lardim. Va agar siz ham bu narsani Italiyadan turib ko'rayotgan bo'lsangiz, albatta LinkedIn ishlating. Ko'pchilik u narsani bilmaydi. Bu sizni Yevropadagi vizitni kartochkangiz. Qanchalik optimizatsiya qilgan bo'lsangiz, shunchalik yaxshi. Qayerdadir hozir link chiqdi. O'shanga bossanglar, LinkedIn haqida to'liq video bor. Juda zo'r. Loyihamni esdaliklari bor, ya'ni MK Kort. O'shanga har bitta mehmonlarga beryapman buni va sizlarga ham nasib qildi. Bekor emas ekan, ichida qurut bor ekan o'sha. Rahmat. Rahmat katta sog'a uchun. Rahmat katta vaqt ajratib bu loyihani qilayotganingiz uchun va albatta sizlar ham rahmat aytgan holda like va subscribe tugmasini bosib qo'yinglar. E'tiboringiz uchun rahmat. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rishamiz. Xohlasa, mana Padova shahri haqida ham ancha ko'p ma'lumotlarni ko'rib chiqdik, menimcha foydali bo'ldi. Sizlarga ham kattakon rahmat va tomoshabinlar ham kuzatishda davom etinglar. Bular aytganidek, like, podpisatsiya degandek va Italiyaga topshirmoqchi bo'lgan tanishlarga albatta jo'natib qo'yinglar, foydali bo'ladi. Sog' bo'linglar. Chao. Uchrashganda ko'rishguncha.